Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bu ikkitalik silindr apparatimiz. Bunisi 3 talik apparatimiz. Bu gram katta nonlarni ishlab chiqarish uchun buni ishlash jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Bunda doimgidek tok damperi, legirovka apparatimizni yoqdik. Kompressor ulanmagan silindrlarimizga mana tochkamiz topib bo'ldi. Mana hammasi bexato. Ish jarayonida ham bu narsalar chiqib ketmaydi. Xudo xolasa inshaalloh apparatlarimizda 6 oy garantiya servis xizmatlari bor. Yana bizda ham xuddi shu doimgidek programmalarimiz ishlash jarayonida mana majburlab toskani chiqarib olgan taqdirimizda ham o'zini o'zi qayta tiklash xususiyatiga ega. Bitta kruk. Ikkita kruk. Uchinchi krugda yana sentrimizni to'shni aniq topib bo'ldi. Bu ishlash jarayonida novoykalarimiz doskalarga bexosdan tegib ketgan taqdirda ham o'zini o'zi ikkita aynalada o'zini o'zi tiklab, bemalol ishda bexato nonlarimiz chiroyli, yaxshi chiqishini kafolatlab beradi. Kimga shunaqa apparatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol xizmat telefonlarimizga telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 91 523 66 66.